Bo'stondan shunday qirqizotga kirib kelganimizda bozordan ko'pirni etmay o'ng qo'lga ana shunday asfalt ko'cha tushgan bo'ladi. Ana shu asfalt ko'chadan to'g'ri kirib kelganimizda chap qo'limizda ana shu katta uglovich joy bo'ladi. Tavsiya nomerlar telefon o'zlaringiz aytib ko'rsatamiz. Do'stlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda 50 sotik yer maydonidagi katta hovli joy bo'ladi. Joyning obzorlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Yer maydoni 50 sotik, dokumentda hech qanday muammo yo'q. Gaz, svet, suv, Wi-Fi hamma narsasi bor. Eng asosiysi asfaltga bir adim bo'ladi. Ko'rib turganimiz joyimizning tashqi fasadi bo'ladi. Ishlar ham remontlari yaxshi, pol, patolog hamma narsasi bor. Bir minus tarafi shifri yo'q. Shifrlab olsam ham ajoyib katta hovli joy bo'ladi. Sizlarni yerlar bilan tanishtirib o'taman. Oldinda katta bog' bor. Mevali daraxtlar ko'p, mana meva berib turibdi. Yaxshi, zo'r, yerlar yaxshi. Suvdan muammo yo'q bu yerda. Bu tarafimizda molxonasi bo'ladi. Mol, qo'y bag'ish uchun hamma sharoiti bor. Polni uyimizning g'ir-davaragi oynalik mana shunday yer bo'lgan. Bemalol egib foydalansanglar bo'ladi. Bu videoni mol, qo'y boqaman, yer maydoni katta bir dehqonchilik bilan shug'ullanaman degan tanishlar tashlab qo'ysanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Uyimizning qaptalida mana shunday yerlari bor. Bu tarafimizda ham mana hamma yeri sizlarga qarashli bo'ladi, xudo xohlasa. Oson va yeri yaxshi, hosildor. Hozir orqa taraflarini ham ko'rsataman. Joyimiz yaxshi yerda joylashgan. Eng asosiysi gaz bor. Gaz bor yerda joy hozir topish qiyin. Mana gaz turbalari ustida o'tib turibdi. Yerga bir to'sh taqavan gaz. Bu yerda qo'y xo'rasi bor mana. Arqalarini ham ko'rib turibsizlar, mana orqa yoqlari ham keng. Orqasida naves bor. Bu tarafimiz hozir g'ovush egib turgan ekan. Hamma yeri vahshiy zo'r holatda turibdi. Joyimiz baland qilib yaxshi etib solingan, yaxshi ağaçlar bilan bostirilgan ustlari. Bu tarafimiz mana yer asfalt bir adım bilan mashina o'tib turibdi. Birinchi uglovoy joy bo'ladi. Bu yo'lga qarag'an qaptali bo'ladi joyimiz. 15-20 metr esa asfalt. Asfaltdan zo'r qilib asfaltlangan qaptaldan bir kirish eshigi bor. Ko'chadan kirganimizda ana shunday katta hol bo'ladi. Ko'rib turganingizda joyimiz baland qilib solgan. Endi oldingi joylar bilasizlar, keng qilib baland etib solingan. Remontlar vahshiy a'lo darajada turibdi. Hech qanday rasxod yo'q. Hamma narsasi tayyor. Xonalari hammasi razdelniy bo'ladi. Birinchi xonamizdan boshlaymiz. Birinchi xonamiz zal bo'ladi, mehmonxona. Katta mehmonxona. Pol, patologi, aynalari hamma narsasi joy-joyida turibdi. Bu joy o'zi sotiladigan joy emas, lekin egalari Qozog'istonga ko'chib bordi ekan. Shu sababdan sotilyapti. Joyimiz loy joy. Paxsalar ham 70 sm, 60 sm etib ishlangan ekan. Burungi joylar shunday solingan o'zi. O'ng qo'limizda ikkinchi xonamiz. Bu yerimiz oshxona sifatida foydalanib turgan ekan. Ichkarida o'choqlar ham bor. Masalan, shuncha gaz yo'q vaqtida. Qaptalga qaragan oynasi bor. Bu yerimiz oshxona bo'ladi. Bu tarafimizda yana bir xonasi bor. Spalniy qilib foydalansanglar bo'ladi. Hozir egalari bu yerda sklad o'rnida foydalanib o'tirar ekanlar. Oynasi qaptalga qaragan bo'ladi. Ağaçlarga e'tibor beramiz. Ağaçlari yaqin qilib 50 santidan yaxshi ağaçlar bilan bostirilgan. Pollar ham yaxshi ishlangan. Bu orqaga chiqish bo'ladi. Bu tarafimiz katta ayvoncha bo'ladi. Siz bu yoqqa o'tiring. Bu tarafimiz mana katta ayvoncha bo'ladi. Qadimgi joylar ana shunday zo'r etib solingan, baland etib. Katta ikki oynasi bor, orqaga qaragan, navesga qarab turibdi. Bu yerimiz ko'tarma pol qilib oilaviy o'tirish zonasi etilgan. Bu to'rdagi eshik uyning qaptalidan kirib chiqsam bo'ladi. Yozgi kunlari eshiklarni ochib qo'ysangiz shamol aylanib, boshi zo'r bo'lib turadi. Bir ikki spalniysi bor ekan. Bu yerimizda spalniyning ham razmerlari katta, oynalari ko'cha tarafga qaragan bo'ladi. Общий hisobda 7 xona bo'ladi. 3 spalni, 2 zal, katta bir ayvoncha, ya'ni hol bo'ladi. Bu tarafimiz orqaga chiqish eshigi. Vahshiy zo'r qilib ishlangan. Planlari yomon emas. Shuni chiqqanimizda naves. Vahshiy zo'r. Narxi bunday qimmat emas.
50 sotik yer maydoni uchun aşı buna yaqanda arzon desa ham bo'ladi. Endi narxına kelsak, narxi $25.000. Egeler az $25.000 aytib turibdi. Üstünde kelishlarni qaydlari payg'asi var. Mesela nominal aytib etsanglar, o'zlaringiz olib ko'rsangiz ham bo'lsa, adresini tushuntirib beramiz. Do'stlar, manzilga kelsak, manzilimiz Ellikqal'a tumani Qirqizobod ofisida joylashgan bo'ladi. Bu yerlarda Qizil Chorva deb aytiladigan. Shunday bozordan ko'pirina yetmay, o'ngga kirib kelgansiz, toza asfaltdan kirib kelganingizda ana shu birinchi joy bo'ladi. Ana shunda ko'pir bor, kiradigan yer, ana shunda kirib kelsanglar bo'ladi. Shahar shovqinidan zerikkanlar uchun zo'r variant. Masalan, qo'y, mol boqaman desanglar, chorvachilik, dehqonchilik qilaman desanglar, zo'r yer. Sababi narx ham bunday qimmat emas. 50 sotik yer maydoni uchun tem bo'li 7 qat joy ham zo'r etib solingan. $25.000 aytib turibdi egalari. Bizlarning kanal nomidan kelsanglar, kelishlarni qaydlari payg'asi bor. Bizlarga davom eting. Hammaga rahmat.